Halkım sıra xudo xolasa bir pasport evazine bir so'm pulsiz ikki xonalı toza karush domda Shavot tumanida odamga doğru o'tib ketadi. Bir pasportni gaplashsa bo'ldi, uyli bo'lib qolasizlar toza karush domda. Manzilimni tushuntirib o'taman. Qaranglar, esa Xorazmcha kvartira profilini podpiska bosib qo'yasizlar. Nomerlarni oxirida qo'yib o'taman, oylik to'lovini ham oxirida aytib o'taman. Makkan durmasa Shavotlar yangitlarni bombalar bilan xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Berimiz, qo'limiz. Shundan kelasizlar, bu yana sanuzelimiz. Berimiz. Spalnida ketami? Ketadi-ku. Ochib qo'yib, yozda choy bilan ichib, pishganlarni ya kolani olib berib, yomon ketadi. Qaranglar, sizlar bir mazmun tushuntirib bering. Bunda Shavot tumanining ko'piri, keldingizlar, bu yer Shavot stansiyalari deb aytiladi. Bunda tozalash qurilibdi. Ozon ovozini eshitib, mana o'tamiz. Karush domda tem bo'lib, 4-etajda bunda oshxonamiz, gaz turbasi gap turibdi, uch o'tishgan bor ekan. Ko'rsatib o'ting shuni. Mana. Bu yerimiz ochiqlik ekan, bunda ham paxta zavod. Bunda uch o'chki gap turibdi suvni. Oshxonani ko'rdingizlar. Bu yerimiz zalimiz. Aylık to'lovni aytib o'taman. Aylık to'lovi bir pasport evazine bir so'msiz 4.200.000 so'mdan chiqadi. 4-etajda. Kelasizlar, olib qo'yasizlar. Kundan-kunga qimmatlab yotibdi joylar. Nomerim 87lik 607 87 87. Yodda qoldimi? Imo, Telegram, WhatsApp, Makiz, Pakiz hamma bosh qilib. Ana shunday gaplar. Aylık to'lov 4.200.000 dan ketadi-ku. Kelasizlar, bir shpakovka bilan bir fon rostda o'zi joylarga olib turaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bunda biz gulib o'latir. Aman bo'linglar. Hazır. O'zim uchalarim boshuncha bir so'kinmadik-ku, to'g'rimi? Aman bo'linglar.